bilamizki, tez yordam mashinasini migalkasini yoqib kelayotgan vaqtda unga yo'l berishimiz kerak, yo'l berishga обязанmiz. Lekin hozir ko'p uchratib qolyapman. Masalan, hozirgina bo'ldi, bir tez yordam mashinasi migalkalarni yoqib, signalchi olib yo'l berishni so'rab kelyapti. Oldindagi haydovchilar esa ularning ishi vajniroq, ularning ishi muhimroqda, uni yo'lini to'sib, yo'l bermasdan o'tirishibdi. Shuning uchun iltimos bo'lgan bo'lardim haydovchilardan, iltimos agar imkonlari yetsa, yo'l berishga vaziyat bo'lsa, yo'l beringlar обязательно tez yordam mashinasiga, o't o'chirish mashinasiga va boshqa xizmatdagi mashinalarga, chunki ular inson hayotini qutqarish uchun ketishyapti. Shunchaki biron joyga o'zlarining ishlari bilan shoshib ketishayotgani yo'q. Bizni ayrim qiliqlarimiz yoki bizni bilimsizligimiz yoki bizni ayrim vaziyatlarda o'zimizni qanday tutishni bilmasligimiz bir insonni hayotini og'irlashtirib qo'yishi mumkin. Shuning uchun iltimos e'tiborli bo'linglar.